Va nihoyat bomba yangilik Sergeli uchun ancha kutilgan yangilik. Orqamda ko'ryapsizlar mana binoni 1200 kvadrat, birinchi etaj, podvali ham bor. Nima qilmoqchiman asad? Bekor chaqirganim yo'q seni. Mani ko'p bolachalar yaxshi ko'radi. O'zbekistonda hali bunaqasi bo'lmagan bo'ladi. Xudo xolasa. Detskiy mir bo'ladi. Bolachalar uchun hamma narsa bo'ladi. Hamma narsa, absolutniy. Veli bir butilka, kasha, pampers hammasi. Hali bunaqasi bo'lmagan bo'ladi. Kvadraturasi ham katta. Nimaga bu joy olganim? Nimaga Sergeli o'zidan yaxshi ko'radi? Sariq bola pizza deydi. Ko'ryapsan mana. Hamma zo'r ekan, komfort ekan-da, parkovka eng katta parkovka. Menimcha Sergelidagi eng katta parkovka shu bo'lsa kerak. Shunda media park bor, Sergeli mana media parki shuna to'g'risi. Ikkinchi liniyada, birinchi liniyaga atalib ishlanma qurilmagan, shu parkovka katta bo'lsa, shuna mana mana shunday o'zi moshalarga ham kirmasa kerak, sababi 30 metrga farq. Xullas, ikkinchi etaj ayollar uchun fitness bo'ladi, uchinchi etaj erkaklar uchun fitness, birinchi etaj katta detskiy mir bo'ladi. Ichida shu bolachalar uchun hamma narsa, bolachalar o'zini yaxshi ko'radi. Bolachalar uchun hamma narsa o'sha chaqaloqdan tortib kattasigacha tushundim. Maktab forma deysanmi, o'sha ruchka puchkalar deysanmi, kasha mashalar deysanmi, eng sifatli va eng zo'rlarini arzon narxda, eng arzon narxda olamiz. Katta ish boshlaymiz. 7 oy qidirdik bu joyni. Katta ish boshladik. Xudo xolasa buni bizga kim kerak? Ishlab chiqaruvchilar kerak, fabrikantlar kerak, avtomobillar kerak. Hamkorlikka chorlaymiz kerak. Hamkorlik joy bor ularga. Bemalol telefon qilaverasizlar. Hamkorligi zo'r moliylar bo'lsa, albatta. Detskiyga nima aloqador bo'lsa, butilka, kasha, pampers, boshqa konstavar, kiyim, kechak, raddomga sumkalar, boshqasi hamma ishlab chiqaruvchilarni tanlab olamiz. O'zbekistonda bunaqasi yo'q deyapman. Mayli ideyani aytib tashlang, faqat ideya o'g'irlash yo'q, ketdik. Joyi ko'ryapsizlar, вообще kattaligini. Hali podvolga ham qilamiz. 1200 kvadrat. Bu yerda shunaqa narsa qilmoqchimiz. Sartaroshxonasi ham bo'ladi, detskiy. Yosh bolalar sartaroshxonasi. Yosh bola shuna keladi, onasi bilan keladi, onasi xolasi fitnessga chiqib keladi, shu keladi, sartaroshxonasi ham bo'ladi. Arzonda sartaroshxonalari bo'ladi. Bu yoqda yosh bola uchun nima deysan? Veli pili deysanmi? Hamma narsa arzon. Любой narsa sifat arzon. Xudo xolasa juda ham zo'r katta proyekt bo'ladi. Bunaqasi yo'q. Bunaqasi bo'lmagan, rostdan. Men o'zi bolachalarni qattiq yaxshi ko'rganim uchun o'yladim, shu bolachalar uchun deb pizza qildim. Bolachalar ichida sariq bola pizzani ham qo'yishimiz mumkin. Sariq bola pizzani ham rejada. Hozir mana bu reja dekabrgacha, misol uchun xudo xolasa 1 oy ichida ochib tashlaymiz, lekin dekabrgacha etapni qilaveradi. Narsasi sartaroshxona qo'shiladi. Xudo xolasa rejada bor, fitnessga ayollar keladi-yu. Misol uchun men ayolim fitnessga bormoqchi, lekin bolamizni qaragan odam yo'q. Bu yerda shunaqa hali rejada bor, qaraydigan joy ham qilib beramiz. Bolasini shuna topshiradi. Qarab turadi, o'ynatadi, uxladi, ona fitnessga chiqib kelaveradi. Erkak kishilar uchun ham zo'r narsa. Ayol kishi bu yoqqa pampers olishadi, nimadirlar oladi, kasha, vitaminlar. Batlar ham bo'ladi. Masalan uchun tug'ayotgan ayollar bo'ladi-yu, baribir homilador ayollar uchun nima kerakli narsa bo'lsa, hamma narsa bo'ladi. Erkak kishilar ham baribir ayollar telefon qiladi. Adasi mana bunaqa narsa olib keling, mana bunaqa. Erkak kishilar nima qiladi? Erkak kishilar mashinasi ham birinchi muhabbati o'z mashinasi. Mana bu yerda katta, xudo xolasa, mo'yka bo'ladi. Mo'yka rostda. Mashina erkak kishilar mana birinchi muhabbat topshirishadi, ikkinchi muhabbatga narsa olgan kirib ketishadi. O'zi ko'p muammo, o'zi mo'yka qilganda 1 soatlab kutib o'tiradi. Hamma narsa. O'shaning uchun bu yangilik bilan sizlar bilan ulashdim. O'xshaganda ulashay dedim. O'shaning uchun o'xshadi. Joylar hamma narsa переговор qilgandan keyin qo'ydim. Endi bitta duo qilib qo'yasizlar. Bitta like bosib qo'yasizlar Sergeli ahli. Endi Sergeli deyapman, hamma joydan kelsanglar bo'ladi. Joy katta. Sergeli tayyorlaringlar, juda ham katta sizlarga. Proyekt boshlab qo'yildi. Xalqqa manfaatli bo'ladi. Ko'pchilik duosini olamiz. Xudo xolasa, bundan tashqari hamkorlikka ishlab chiqaruvchilar, fabrikantlar, avtomobillar hammani chorlab qo'yamiz. O'zi ancha hamkorlar bilan shu kelishuvlar qilib bo'lganman. Eng zo'rlari bilan. O'zbekistonda o'sha O'zbekistonda ishlab chiqaradigan katta hamkorlar bilan kelishuvlar qilib bo'lganman. Kerak bo'lsa chet elga eksport qiladiganlar. Chetga eksport qiladiganlar hammasi bilan eng zo'r tovarlar, eksklyuziv Jahongir Xo'jayev uchun deyilgan tovarlarni kelishuv qilib bo'lganman. Lekin ana ko'nglimiz ochiq, joyimiz ham ko'p. Qolganlarni ham hamkorlikka taklif qilaman, xudo xolasa. Qarachi, duo qilib turinglar, juda ham xursandmiz. Proyektlarni boshladik, Asad, davay. Like bosib qo'yinglar, Sergeli.